Assalamualaikum, hoş geldinglar YouTube kanalımga. Bugünkü temam sal nozukroq tema desem bo'ladi. O'zinglar bilgandek YouTube kanalım Kanadadagi turmushni, Kanadaga kelish yo'llarini, ko'chman bo'lish yo'llari, bu siyosatlari degandek shunday mazmunlarmi bor. Aşağı bo'lgandan keyin meningki bu YouTube kanalım orqali aslida inkaslarni yozish orqali yoki bo'lmasa Facebook, Twitter ismlarimni izlab deb men bilan aloqa do'stlarim bo'ldi. Ularning asosiy maqsadi shu qanday Kanadaga kelishninki yo'llari ustida izlanish, qanday degandek savollar bilan men bilan aloqalashganlar bo'ldi. Undaq bo'lgandan keyin shu men bu nurg'unlarga javob berdim. İsimsiz hech qanday xilqi yo bir profilda hech qanday bir rasm o'yini emas, undaq kishilarniki faqat salom qilib qo'yganlar, undaq uchurlarga javob qaytarmadim yo'q, lekin salom siz bilan mundaq ish to'g'riliq aloqalashmoqchi deganlar bo'lsa, hamsiga javob qaytarib mandim. Endi shundaq paranglashish jarayonlarida men bilan so'rag'an savollarining ichida masalan yo o'zi yolg'iz avval boshqa davlatga ketib olish yoki bo'lmasa ayolni avval yo'lga solib qo'yish degandek masala bu savol takror so'raldi. Bu bir dal ikki dal uchirgan bo'lsa mayli deb o'tkazgan bo'lsam, ammo o'zimninki burun Türkiye'deki tizimlash qatnashgan jarayondami nurg'un kishilarninki anandaki bu YouTube kanal ochgandan keyinmi yana nurg'un kishilarninki mendan bu savollarni so'ragan chog'da shundaq ayolim ma'mildardi shu avval men tug'an bo'lsa bola bo'lsa-mu shu davlatda tug'ilgan bo'lgan deb mandaq savol so'raganlar faqat bir qanchalar emas, nurg'un. Aşı sualını sorulgan çağda ko'nglim yerim bo'ladi. Shundoq bo'lsa, o'zimninki tavsiyalarimni deyman-da, oila buzilmasin deb biroqlam buzilib ketdi deganga emas, oilalar undaqiligi bir yerda bo'lsin degan tavsiyani berib keldim ta hozirgacha. Masalan, viz iltimos qismi birga iltimos qilishni, ko'chmanlik iltimos qismi oila bo'yicha birga iltimos qilishni tavsiya qilib keldim. Shundaq bo'lsa-mu, amaliy turmushimdami bir qism misollar bor. Endi so'ragan, shu savolni so'raganmi, shunday savollar bor. Shu temani maqsad cho'rdigan asosda bir so'zlab boqarmikin deb. Mening YouTube kanalimda 3000 dak odam bor ekan. 100 odam anlasimi, bir shu 100 odamning az bir qismi bo'lsa, men mundaq ishgan, bo'lmaydigan ishgan degan qarorga kelib qolsa, shu meningki maqsadim shu bo'lsin. Bu bexatarlikni o'ylablam avval yo'ldosh ketib olsin, yo bo'lmasa avval ayolni bir yerga evatsin degandek u bo'lmaydigan bir fikrkan deganni o'ylay olsa, shu meningki maqsadim, nishonim. Shundoq shu. Nurg'unlar shunday savollarni so'radi, ayolim ma'mildardi. Avval Kanadaga berib tursak ekan. Ham to'g'ri tushunishga bo'ladi, Uyg'urlarning hozirgi vaziyatida hamma odam, hamma oilalar bexatar joyga yetkazib olsak deydi. Musulmon davlatlaridagi bo'libmi, shundoq deportation vatangi jim davlatninki xodimlari bara oshkorlandiku, keyincha oshkorlandiku, qanaqa qilib o'sha Xitoyga yo'l sevayotganligini, deport qilayotganligi degandek shu O'rta Osiyo davlatlarida, O'rta Osiyo deyman, bu Middle East, O'rta Sharq davlatlaridagi musulmon davlatlarida bo'libmi? Turkiyadami bor, Turkiyadami jim yo'qolib ketib qolgan yoki bo'lmasa shundoq shikoyatlar bilan tutilayotgan oilalar bor. Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi kelishimni amalga boshlagan. Hammasi Uyg'ur oilalarni bir xil andishiga soladi, bexatarlik tuyg'usini yo'qotadi. Shunlashqa shu bir yoshga kelsak deydigan xiyolni qiladi. Ammo u xiyolni qilish jarayonida shundoq ayolim ikki qatli
Avval şu beňip dosummy ya dep mundak sual sorsa. Men özüm ayal kişi bolgandan keyin o balanyňky japasyny özüňla berip dursun de, özü balany çoň kılıp dursun dep özüňla ýolga silýetip. Bir açalablam düşkidek mengo. Da aldırmay sözler ya. Ämeli misallarny alaýly, ämeli misallar qanday diýsem, Kanadadan ba, Kanadada bir kız aşynda. Nak 2 ýyldan aşdy go diýme hazır aşynda. Eger aýak kelgen Türkiýeden bir hesapda o kaltysy gaýrat tikken desem bolady. 2 balasyny weten taşlap goýup, 2 balasyny Türkiýege taşlap goýup, ýa bir balasyny Kanadaga kep goýup öz ýalgys diýendek. Ama vatanda Xitayly aýlyklarny şundak parça-parça kılýardy. Çet elde bolsak biz özümüz aýlyklarny şundak aýryp barmyz. Awal bexatar bireki ötküli olsun dep bir aýlanyňky jam buluşyga neçe ýyllar ketedi. Özüňlar maňlap turýarsızlar, Amerikadaky ta hazırgacha neçe ýyllar bolup ketsinmi, hiç bir özüňki iltimasnyňky, panahlyk iltimasnyňky hiç kubul kılınmaganlygy degendek. Oşundak ahwal astyda ýene aýlyklarny parçalaş Hudaýym bergen balany rızky bilen berdi. Aşak bolgandan keyin bu döwletde japa tatyp kaldy, öz ýagys başga döwletge berip turupdysun. O bolmaýdygan iş. Japalyky ýani kilip aşyndak uzun ýyllar gitadigan tursa, balanyňky ata-ana bilen billa çoň buluş hukuky bolady. Mesela şu Kanada'daki kızın aýtaýlar, 2 balasyny Türkiýede taşlap goýup, vatandakilerini ova bopdy, ýokap ketdi, ýa bu ýetimler kamplarga ägitipdi. Hazırky waziýetim şuken dep dünýäge zarlap kakşap jürdik. Vatan Xitaylar aýlyklarny şundak bozulsa. Çet elde durup özümüz erkin dünýäge çykyp bolup, balalarny ýene u ýakka, bu ýakka ata-anasyz undaq büýütmek, balalarnınki ata-ana bilen birli çoň buluş hukukyny biz özümüz tatyp algan boldyk şu çagda. Kanadadaky o kızly bu bir misal emas, Qaysy döwletde Belgiýadan tumandan aslanynki Şarky Türkistan Cumhuriyet Partisi dep bir aýlyny nimklamay bir çoň bir nizamnamy kurup, milletke nizam kurup bir emas 2 aýalyny oşo ýogan kosak başga döwletge ýolga sepip goýgan. Aýwan çygda bir toxu mikyalanlam däli, kürük toxu bir ýetip algan çagda bu taýýar aldygy bir narsany äkep berdigan meýle başga qandaq haýwan bolsun. Şu at ýazdym şu ýerde Canada goose deýmiz goýlyk ödek. Oş bir aýly şula qarap gitmen. Bu kişi erkeki bir aýla uşak ýylyky çüjüleri bilen birlikde aýwan çygda bir aýlyga egi bolup ýemekini dep izlep dep äkep berdi. Er kişi bu adam bir aýalyny amaldar goýup goýup başga döwletge maňsa şeýge berip biziň ýalgys tutup dur diýdigan gep bu. Açığım gep. Açığın iş bolmaýdy dämdi. Hudaýym pişansyga qandak bitken bolsa, qandak ýollarny irada kılgan bolsa, şu boýunça bolady hem de şundak bolsun. Özümüz balalarnyň hukukyny tatyp bilip, şundak ata-ana bilen birle çoň buluş hukukyny tatyp bilip, aýlyklarny aýry etip, vatanda aýalyk ep kalgan, Türkiýede ýene birini algan we ýene bir aýalny amaldar goýup başga döwletge. Biz milletninki erleri qandak bolup ketken taň. Bek nurgun hikaýelerini anlap ketdim. Bolup maş 2018-nji ýyldaki tizimleşde her bir adam bir hayat hikaýesi.
Onundan keyin YouTube kanal açtım. Kanal açıp Kanada'nınki mındaq siyasetleri var. Tamam, mening bilan aloqalashinglar. Kanada hökumət tor betidən bir yılqı bir məxsus bir nima bir 5-6 minutluqlam ketadigan bir videoni yolladım. Mushu video bo'yicha bir yo'l ko'rsatgan. Akılni içip bulup man gap qilinglar, men uni qanaqa qilishni, men qayerdan içip, nereden iş boshlashni shu yerda men ko'rsatay. Birdan o'zinglar yo'l qilinglar deb boshlab keldim. Akılni içip bulup men bilan aloqa qiling, undan keyin javob qilmaydigan shular qilma. Ama dedim bu bayqanandek unaqaylıqı isimsiz, rasmsiz, hech nimasini bilgili olmaydiganlar yaxshimisiz deb qo'yiblam yo'qolib ketsa nima ish bilan bir Uyg'urlarniki bundoq salom qilish nimasi bizniki sal boshqa xalqlar bilan o'xshamaydi-ku. Salom qiliblam jimmi to'xtaymiz, lekin u odam kim? Men nima deb javob qaytarug'idekman, nima ish bor? Kim bildi Urumchida turib yaxshimisiz deb atamdi. Men nima bilay, shunlash qaytarmaydiganlarni qaytarmadim. Men nurg'unlarga shundoq aniq mundaq ishdi deb yozgan bo'lsa aniq qaytarib mangdim. Ashundoq paranglashish jarayonida mushundoq savol uchirgan chog'da ko'nglim bak yerim bo'ladi. Ayollarım qabul qiladi ekan uni. Ayolimning o'zining chiketkisi botdi. Ayolim avval menga pasport berib to'sib ekan deydigan. Anondan keyin shu qachoq yo'llar bilan Yevropa tarafga har kishi o'z yolg'iz ketib qolgan. Ayol bolalarini Turkiyaga tashlab qo'ygan, Misrga tashlab qo'ygan, shunday ikki qat qilib qolgan shunday ayollar bor. Anondan keyin yaqinda o'tgan yil 10-oyda chiqdimi bu xabar. Saudiya Arabistondagi ayol ishga qachqada yo'l ishini tutib ketib, keyin pasportini kelib, pasportini keltirib, keyin Xitoyga yo'l qilayotganligi keyin xabarlarda chiqdi. O'zim guvohlik berib, to'xtamay izlagim qilyotdi. Shu yerni qaytarayotgan chog'dan shu o'zi ig'ir yoqdi. Ashunday guvohlik videolarini ko'rdik. Ayollarni, balalarni ig'ir kunga qo'ysanglar, da'dan bu dunyodan tatsizlar. Ayol kishini xor qilgan bo'lsanglar, ayol kishi tarafidan nobud bo'lsizlar degandekchi. Bizningki bu vaziyatimiz shundoq. Bir bexatar joyga o'tkazib olsam bo'ldi debmi, ayol kishi mayli shu jabolarga men tasam mayli deb o'ziniki qo'llardan kechib, bolalarning qo'llarini tortib bir oilani chet elda oila qurmoq, bir oilani tutmoq, qurmoq ta'sish bu. Chet elga chiqqan nurg'un o'sha bo'ytoq yigitlar bo'ytoq qilsa yuriydi. Bir oila bilib botirib, onundan keyin hatto bu ikki qat qo'yib, u boshqa davlatga yo'lga solmoq yoki yolg'iz tashlab qo'yib, o'zi boshqa davlatga ketib qolmoq. Keyin men sen necha yillardan keyin bir akilib olman, bir bo'lmiz deb necha yil, u necha kun emas, necha hafta emas, necha oy emas, necha yillar ketadigan tursa, bizning hayotimiz qancha yil yashaymiz biz? Shu yashalniki, shu yillarniki, shu necha yilini siz shundoq bir oilani yerimi oyoqqa, yerimi bu yoqqa qo'yib, unda ayirib etish zolim Xitoy bilan o'xshashlik, zolimlik bilan. O'zingiz bilib bilmay unda ig'ir oyoq ayolni boshqa davlatga yolg'iz evatish. Elim esimde eşkiyla olmuş şu Kanada'ya gelген şu kızanlık hikayesi. Ben mandayım diplom İstanbul'dan duruş Amerika'ya uçuş bulup anken telefon ben hazır falan yerde Kanada'ya gitmek istedim de. Gep kılan gep, anan ken kala kılan gep. Şu tanıydıgan adamı Kanada'daki tanıydıgan adamı şu bir men. Şu dünya uyur kıldığı ki bir neçe adam bile şu vakitte Türkiye'deki tizimlaş tanışkan, işgansız bile oturup birişten kalgan. Eşimden eşim yo'qlam Amerikaga kelib bo'lib qana qilgan gap, shuningdan
Palaqlıq bu yerdə qadın istəyən ki, banka madaq deydi o degəndən keyin mən oturdu yolmadan gəpdə, anan keyin sizin pala yeg basın deydi, usta yegmasın deydi o dep. Palani şəhərə verib, palani yerdən ötüb, pala yeg basa, Kanada bilan Amerikanın chegarasini o'tkil bo'lgan bir yer bor deb. Shalanim men deb bo'lib, o qizil bir chegaradan o'tilgan chog'da bir kech yo'qolib ketdi anan keyin. Men yolg'iz qo'rqib ketib qolmay, eg'ir oyoq ayol. O kız nemde nerede yo'qolib ketdi? Amerikaniki bu hamiyada xalqlarniki qo'ynida tapancha bor bir davlatdan yana bir davlatga o'taman deb u yerda yo'qolib ketib endi men qanaqa qilay deb shundoq bir nim bo'lib ketdimda. O taxe Turkiyadagi u yo'ldoshi taxe ayolim deb beringlar deb menga silgan gap taxe o'zi Amerikaga yo'lga solib qo'yib. Men so'rasam faloni bir kim bilan pustan bir akam bilan deb yurib o yoqqa degan gap o'xshamaydi, men degan gap o'xshamaydi. O'sha qilib bir kecha yo'qolib ketib o'shundoq eg'ir oyoq ayol qiz u ko'zim men o o'shundoq bir shundoq ansirab ketdimda. O'sha qilib u qizim sog' salomat kelib oldi Kanadaga chegaralardan o'tib. Materialga o'rlashdi, bolasini tug'di, o'zi yolg'iz. Bu yerga bu materialga shu bir oylikniki uyda bir necha kun turib, ondan keyin o'zini ayrim bir nimaga uyga o'rlashtiruvchilik. Shu o'z yolg'iz qo'saq ko'tarib, o'z yolg'iz cho'ng qilib tug'ib hozirmi shu yo'lda shu Turkiyada o'zi yolg'izmi shu yerda 2 yil o'tib ketdi, 2 yil. O qizlarmi keyin andan keyin menga yo'llarni bir ko'r so'zlab beraman, bir video ishlay desam bo'lmaydi. Qonunsiz kamda men bu yerga deb qonunsiz emas, shu menga yo'llarni mundaq yalan o'tkaylan deb bering desam yo'q deb. Andan keyin men uni shu YouTube'dan boshqa bir yerdan bir videosini tepib, shu qiz menga yo'llarni o'zim boshqa bir videoni tepib, o'shada Amerikadan Kanadaga chegaradan qonunsiz otlab o'tishda bir videoni ishildim. Shu YouTube kanalimda bor ko'rib baxsanglar bo'ladi. Dalla shu Kanadadagi shu eg'ir oyoq qiz mushaga o'tgan chog'dagi besib o'tgan yo'lini ayrim bir video qilib ishildim. Qizim yolg'iz hozir u yo'ldoshi hozirmi Turkiyada deyman. Shu uningdan boshqa Amerikadagi o'zim boshqa biladigan yana bir oylikmi bor. Shu Kanadaga kelgan yana bir bola u bolasi tug'ilishdan ilgari balları hem şu Türkiye'de hep kaldı özüm şeyde. O balım tehe ayarlı balların ekip bulandı. Nimadesi ballarınki tehe pasportu yok. Özniki bu yerdeki status bıçak çıkıp olganda zotları içilip Kanada'nınki onda Amerika'nınki okşaşında uzun gitmeydi. Neçe yıl uzak mı gitmeydi. Hem de demekçi o bala özümü şekilde tırışıp işləvadı o balları o yerdə qıb qaldı ayalı bilən balları həmsini baldıraq cəm buluşqa nisib bulsun hem de ayalı balları şu eğrayaq vaxtda 3-cü balsa qosaq kütəgən çağda özü Sauda Arabistan arqılıq mayıqı kəgən iş qılıb aşındaq adamlarımız var hem de deməkçi boğunum balla dadысы bilan anası bilan birga cho'ng bo'lish huquqi bor. Voy bolaning shundoq bir mushukni boqili bo'lsangizmi, kichik mushuk boqman desangiz bir hafta bo'lgan mushuklarni tanishtirdi-yu, lekin siz u pullarni to'lab rasmiyatlarni bijirib bo'lgandan keyin bir oydan keyin kel yoki 2 oydan keyin kel. Bu aslan kichik bolasi cho'qim onasini bir oyga emish huquqi bor deb qancha vaqti. Ayollarniki va huquqni qo'g'daydigan chog'da biz inson turib bolalarimizni shundoq boshqa davlatga yolg'iz tashlab qo'yib o kunda tepilishib turdik degan bilan o'xshamaydi. U bir yerda bir oilada urushib so'qishib cho'ng bo'lgan bilan o'xshamaydi. Cho'ng bo'lgan chog'da aslida biz kichik chog'da shundoq cho'ng bo'lgan to'q mundaq urishatdik deb u go'zal aslimlar bo'lib qoladi. O'zi yolg'iz ota-onasi bir yerda emas, cho'ng bo'lib qolgan bolalar bir xil psixik jihatdan bir xil deymiz. Uzun gapniki qisqasi shu balalarniki haqiqiy ota-onalar bilan birga cho'ng bo'lish huquqini biz cho'nglar undaq o'zimiz tatib olsak bo'lmaydi. Bexatar joyga avval yetkilib berib turay deb u necha yillar vaqtini ayol kishiningimi shu ayol kishiniki eng baxtli vaqti nima desa menga nisbatan aytgan chog'da bir ayol eg'ir oyoq bo'lib qolsa yo'ldoshi qishida bo'lsa shu baxt. Bu ayolni bir yerda boshqa tashlab qo'yib, menga boshqa yerga berib
balını şu yerdə olub durğun, şu cənniki pasport olsun da bu pasport üçün da ailəni vəyran qılıydıgan iş bizninki bu Uyghur cemaati arasında bexatarlik üçün, bexatar dövlətə yetkiliş üçün ailəni birə təşəb qoyuş yaxşı emas. Aileniki yerimini o yoqqa, yerimini bu yoqqa qo'yib qo'yish yaxshi emas demoqchi. Bu boshqa davlatga kelib qolibmi? Amerikada tug'ilgan bir bolam bor degan bilan o'zingiz u yerga kelib qolib Amerikadagi bolangiz sizniki boyliqligingizni bilib bilmay yashab cho'ng bo'lsa, undan echinish chiqish bo'lamdi. Keyin qancha bir yerga keldik degan bilan bu balaniki balaliq davrida otasiz, onasiz cho'ng bo'lishi bu bir cho'ng yo'qdi shumi bir bugungi bu videolarimda bundaq bu nozik bir temada so'zlash orqali shu anlaganlarning ichida navodi kerak mushundaq ahvollar bo'lib qolsa shu 100 odam angladi desimi, shu 100 odamniki bir 5-10si bo'lsinmi, ha, maosh mundaq degan deb o'ylay olsa, shu dedim bu shu bo'ldi, shu meniki maqsadim shu. Har kim o'zininki o'ylaganlari bor. O'zingiz yanım to'g'ri deb qolgan bo'lsangiz, bo'pti ayolim boshqa ketaversin. Yalnız ayolim kelib qolibdi mishada, men bir bexatarga javob o'tkazib, anonikini ochqay. Deganni o'zingiz to'g'ri bilgan bo'lsangiz, ham u o'zingizniki o'ylashi, o'zingizniki amaliy ahvolgandi. Men o'zimniki ko'z qarashini shunday o'tirib qo'yib vaqtim. Meniki maqsadim shu oyliklar bir yerda bo'lsin, Kanadaga ko'chmalikka u bu savollarni so'ragan bo'lsangiz bo'ladi. Meniki tavsiyam yanala Ama aileler birlikte göçmenlik iltimas kızı yaxşı da ayali balası var bu sefer bir balığa nispeten numur koşulup belki bir express entry de belki skilled workers neyimiz teknik işçilere kabul kılıdığan şundak bir göçmen pilalları var. O şundak pilalların içinde bu express entry diyen bir pool bulup da siz Onu iltimas qilgandan keyin sizningki amaliy ahvolingiz qarta numur qo'shildi unga. Numur qo'shilib sizningki numeringiz u express entry poolning ichida numeringiz yetgan bo'lsa, sizga chaqiriq kelishi mumkin. Siz bu yerga kelib, uzun mezgil sotning vaqtini saqlab, sotni o'tkazgandan keyin sotningki qog'ozini ko'tarib olib o'zingiz permanent resident deb yaniki kartasiga iltimos qilib, u karta to'shib yana 3 yil o'tgandan keyin pasport iltimos qilib uzun jarayon u ko'chman bo'lsangiz ko'chmanlikka qabul qilindi degan invitation letter kelgandan keyin siz landed immigrant bu Kanadaga kelgandan keyin o'tirdiganda uzun proseslar yo'q shu bevosita shu ko'chman bo'lib ketdingiz degan gap shunlashqa ko'chman bo'lgan chog'da shu oyliklar birlikda iltimos qilishini tavsiya qilaman oyliklar buzilmasin chechilmasin onang balang hammasi bir yerda bo'lsin demoqchi bo'ldi chiqmoqqa ketdim u endi o'zim YouTube ochgandan keyin Twitterda bo'lamdi YouTube'da bo'lamdi Facebook'da bo'lamdi qarsanglar shu necha ming agashkichi olmaydilar chiqmay qolamdi uncha olacak odamning ichida 3000 odamniki agashkichining ichidan 10% bo'lsa 300 odam ko'zlaydi desam 300 odam olmasa mundaq ishkan deb o'ylab qoldi shu Şah bo'lgandan keyin bir o'ylagaanlarimni bilsam, o'ylagaanlarimni desam, anlagaanlarning ichida shu o'y bo'ptilar, vaqt degan tez o'tib ketadi-ku deblam undaq oilani parchalab o'tadigan o'y yo'lini tanlamay, o'z ko'pchilik birlikda bir oila kishilari tang bir ish qilsa, birga ma'sum tang ma'sa demoqchi. Oilalar buzilmasin, tarqalmasin. Vatanda Xitoylar oilalarni xonavayron qilib, bolalarni har yig'laganda shunday bolalarniki videolarini ko'rsam, birsi o'sha bolalarniki, yana birsi cho'ng qeri yashangan kishilarniki o'sha videolarini ko'rsam, bak yuraklarim aytishib ketadi ekan meniki uchun. Bu bolalarniki yig'isiga chidmayman men odatda. Bunda bolani yig'dirganda da ketman tag'i. Hammaylar bir yerda bo'lsin, Kanadaga ko'chmalikka qiziqadiganlar deganimdek shu.
bir video bor, shu video bo'yicha Kanadaniki hukumat tor betining ichiga kirib, akkauntdan birini ochib bo'lib, akkauntning ichiga kirdim mana deb ekraningizning yuzini rasm tatib beramsiz, yo ish qilib bir akkauntdan birini oching. Ashning ichidan angin rasmiy ish boshlaysiz. Men deb beray, andan keyin u yana oching, bu yana oching deb kameralik bo'lsin deb beray. Avval bir akkaunt oching. Andan keyin men bilan aloqalashing, men javob qaytaraman. Andan keyin shu birdan qildigan yo'llaringizni ko'rsatib qo'yman shu chog'da. Uni so'ramdiganda, buni so'ramdiganda, meniki u narsam yo'q deb, buni so'rab qolammi deb, shu so'raganga qadar bir menga boqmamdi. Faqat kompyuterdagi ishlam. Birinchi kuni akkaunt oching, bo'pti. Ikkinchi kuni shu nimaga iltimos qilmoqchi bo'lsangiz, shuniki iltimos qilgan savollari bor. Bir yarim soat qolmaylam javob berib bo'lsiz. Bu savolga javob bersangiz bir uzun harflar bilan sonlar aralashgan bir kodni beradi. Shu kod sizningki nimangiz saqlanib qoladi akkauntingiz ichida. Harakatdan boshqa joyingizda shu yerda bor. Shikoyatning ichida va siz shuni application o'zingizga iltimosingizni submit deganni bosmasangiz shikoyatchi turaveradi u yerda. Shikoyat jarayonida bir kun rasm tushasiz, to'liq materiallar yo'llasiz. Yana bir kun jadval to'ldirasiz, to'ldiradigan 2-3 jadvali bor. Yana bir kun bankaga berib kelasiz. Aniki yana bir kun birdan qilsangiz bir haftaga qolmay amin qilib bo'lg'il bo'ladi. Aniki imtihon natijasi kelgan joyda yo'q bo'lsa yo'q bo'yicha, bor bo'lsa aniki shu bo'yicha materiallarni qilib materiallarni tayyorlab chiqib nim qilgandan keyin navada sayohat vizasiga iltimos qilgan bo'lsangiz 2 haftaning ichidan beradigan bermaydi aniq natijasi chiqadi. Ko'chmanlikka oila bo'yicha iltimos qilsangiz u joyda 6 oygacha vaqt ketadi. Siz u yerda o'zingizniki xizmatini qilaverib turib, kunda degidek hukumatniki Kanadaniki hukumat tor betiga kirib to'xtamay har yili ko'chman qabul qiladigan davlat bo'lsa, panohlang'uvchilar qabul qilmaydi. Panohlang'uvchi degan az bir qismi ko'chman qabul qiladi. Davlatimga kap ko'chman bo'lib, mayada ishlasin. Amishada vatanniki bu Kanada degan yangi bir vatanninki ishlarini qilib, bosh davlat, mushu davlatga to'kib qo'shsin deb to'xtamay ko'chman qabul qiladigan davlatdir. O ko'chman iltimos qilsangiz, shu o'zingizniki mayli Turkiyada bo'lamsiz, mayli boshqa yerda bo'lamsiz, mayli qaysi yil pasportga bo'lamsiz, chiqib qo'lingizda bir pasport bo'lsa, Kanadaga kelib ko'chman bo'lib o'ldiraqlashib qilish niyatingiz bo'lsa, o'zingizniki ishini qilgash, kunda degidek o'zingizniki bir materiallarini 2 oyning ichida tayyorlab olmamsiz, har qancha qilib bo'lsa-mu. 2 oyning ichida submit qilgandan keyin submitni bosgan kundan tortib ko'chman bo'lsangiz 6 oygacha javobi chiqadi. Sening ko'chman bo'lgan sharting to'shidi, u yer to'shmaydi degandek. O boshqa student viza yoki bo'lmasa u boshqa sayohat vizalarniki 15 kundan natijasi chiqsa, u ko'chmanniki siz to'xtamay u yerda bir narsangiz ko'p bo'lsangiz shu 6 oygacha javobi keladi degan gap. Shunaqqa yapsam pişamı, köpsem pişamı, o bir narsani so'rab qolamı, bu bir narsani so'rab qolamı, vatanni qilib qolgandi degandeklarni qilmay, qachon so'raganga qadar shu tor betiga kirib, u bu bir narsani qilib beting. So'ragan joyda anikin to'xtab qolsangiz bo'ldi. Siz shu kodni bosgandan keyin o'zingizga savollarga javob berib bo'lgandan keyin uzun kod berdi dedim-ku. Har qatim shu kodning ichiga kirib ne qilganchingizda, o'sha yerda to'ldirgan materiallaringizning hammasi degan qator tizimligi bor. Hamma savolingizni shu hukumat tor betidan topqili bo'ladi. Har yili 300 ming, 400 ming shunday ko'chman qabul qilgan joyda ingliz tili biladigan xizmat tajribalari bor, aspirant, doktor qatorliq nurg'un esil kishilarimiz bor. Til bilsangizlar, bir tor betning ichidan ko'chilab nurg'un narsalar bor uning ichida. O'zingiz qila olasiz. Qani qilamsizmi, mayli emasmi, o'g'il bir sinab beqing. Unda qilqi asosli tema shu yolg'iz oyoq-buyoqlarga evet qo'ymang demoqchi. Ayol kishi rozi bo'lgan taqdirdami, mayli keyin yaxshi bo'lib ketamiz, mushu jafolarni o'zim tortsam mayli degan taqdirdami, yo'q. Oilalar bir yerda bo'lsin. Chechilib ketmasin, bolalarmi ota-onalari bilan birga cho'ng bo'lsin. Ko'chmanlikka iltimos qilsanglar, oila bo'yicha tang iltimos qilinglar.
so'raydigan savollaringlar bo'lsa, men undan buni so'ramay, avval bir akkauntdan birini ichib bo'lib, "Ha, mana men akkauntni ichib bo'ldim, endi qanday qilaman, nerdan boshlayman" degan joyda shularni bilamisiz? Amki shu joyda menga gap qiling. Bo'lmasa bir muncha odamni gapga sevitib, ishni qilmay biroq yo'qolib ketib, u sizga ishlatgan o 1 soat, 2 soat vaqt beka quruq parang qilib, u paranglashadigan odam bo'lsa, men sizningki so'raydigan savollaringiz bo'lsa dedim-ku. Bir niyetingiz bo'lsin, shuni qarta bir mingdir bundaq bir harakat qilib boqqan bo'ling. Ha, shu akkauntdan birini ichib bo'lib, ananiki men bilan aloqalashsangiz, hemen ayeni bundaq boshlaysiz, bundaq qilsiz, u savolni bilmagan bo'lsin deb so'raydigan savollaringizga men shu joyda tang javob berishib bersam bo'ladi demoqchi. Tang ish qilinglar. Ko'chmanlikka tang tizimdinglar. Bu Kanada'nınki şu köşmenlik siyasatlarını to'xtamay so'zlab kelyapman. Hatta Kanadaga kelib bo'lib texsudi ichilmaganlarga qarata bevosita köşmenlik huquqlarning yangi programmalari bor ekan deb ularni bir kurs so'zlab baxdim. Ish qilib to'rbatning ichida ko'p mazmunlar, ko'p bir narsalar bor. Til bilsangizlar, ishchini to'xtamay izinib baxsangiz bir narsalar chiqadi. Tamamım sen şunchalik bo'lsin bugungi so'zlaydiganlarim. Bir yerda bo'linglar. Chechilib ketmanglar. Yolg'iz boshqa davlatlarga safar qilmanglar. Tang chegara atlab menglar. Amal borandi ya. Xayr xo'shimsa. Good night to everyone. Mom, good night bo'ldi. It's like good evening mo, good morning mo. Qanday qilgan bo'lsanglar, o'zinglarniki shu yerlik vaqt qancha bo'lgan bo'lsa, xayrli kunlar.